chorani qo'llashga majbur bo'lgandir Alonso. Ferran nigohi qaratilgan. Mana qarang, o'ng qanotda birinchi marta emas Kamavinga o'ynayotgani. Kamavinga va kombinatsiya. Jude Bellingham rikoshetli zarba, sal qoldi. Barselona ikkinchi golni o'tkazib yuborishiga. Jude bugun juda ham faol, o'z hisobiga assist yozib qo'ydi. Hozirgi hujumni ham boshlab berdi. Jude formaga qaytayotgani sezilib turibdi. Unga uncha ishonmaganlar tanqid qilishayotganda Judening davri o'ti qanaqa o'tadi u hali endi cho'qqisiga chiqyapti-yu. Güler top oldida. Mbappe. Fede Valverde. Fede yana Kamavinga unga yaqin keldi. Mana endi zarba. Fede chap oyoqda ham tepa olishini ko'rsatdi, faqat o'ng oyoqda aniqroq